شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindaşlar, biz ilgirki dersimizde 33. 34. ayetni o'qigan, biz o'qiyotgan sura Baqaraninki. Bugungi dersimizde 35. ayetga keldik. Mazmunning davomi, ya'ni shu ilgirki so'zlayotgan Adem alayhissalatu vassalamninki yaratilish ahvoli. Allah subhanahu wa ta'ala Adem alayhissalamni yaratishdan maqsad qilgan zamindagi insonning vazifasi. Bu haqdagi malaikalarning bildirgan fikri va Allohning malaikalarga qaytargan javoblari haqidagi mazmunlar o'tib kelgandik. Bugungi o'qiydigan mazmunimiz Allah subhanahu wa ta'ala Adem alayhissalatu vassalamning zamindagi vazifasini boshlashdan ilgirki jannatda o'tkazgan bir tajriba hayoti va bu hayotning ichida yuz bergan bir qism hodisalar haqida so'zlanadi. Allah subhanahu va taolo Adem alayhissalatu vassalamni jannatda o'ltiraqlashtirish mazmunida mundaq deydi: "Va qulna ya Adam uskun anta va zawjukal jannah va kula minha ragadan haythu shi'tuma va la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minaz zalimin." Biz dedik deydi yana. Ey Adem, sen ve senin cübdün cennette o'ltiraqlash. Cennettin xalığancha şekilde keng kuşada yanla. Ama bu daraxtga yaqinlashmanglar, sizlar o'zingizlarga qilib qolgan bo'lasizlar. Fatakuna minaz zalimin. Yani zalimlardan, o'zingizlar qilgan odamlardan bo'lib qolasizlar. Degan mushu mazmunni o'qiymiz. Abdurrahimahulloh bu oyatni izohlab davatidi. Allah subhanahu wa ta'ala Adem alayhissalamni yaratib, malaikalarini Adem alayhissalamga sajda qilishga buyurib, iblisning kafir bo'lish, ma'siyat o'tkazish, gunohga tushish qatorliq hodisalar yuz berib bo'lgandan keyin Ademning zimindagi vazifasi bilan shug'ullanishni Alloh xohladi. Ammo Adem o'zining zimindagi vazifasi bilan shug'ullanish, zimindagi vazifasini davom qilishdan ilgari Allah subhanahu wa ta'ala Ademni bir amaliy tajribaga kirgizdi. Yani inson ziminda mangadigan bir yo'l bo'yicha jannatning o'zida bir tajriba berildi. Yani iblis tarafidan Adem uchraydigan azdurish, ziminda uchraydigan azdurish bo'yicha jannatda bir tajriba o'tkazildi. Allah subhanahu wa ta'alaninki rahmeti yüzsidan, insonga qilgan rahmeti yüzsidan Adem mavjudiyatdagi o'zining vazifasini nazariy asosga tayanib boshlashni xohlamadi Allah. Agar bir qatim Ademninki jannatdagi yashash ahvoli, shaytonning ozdirish uslub yo'llari amaliy tajribadan o'tilmay zamonga tushgan bo'lsa, balkim bizning hozirgi vaqtlarimizda shaytondan hazar aylashlarimiz, shaytonning ozdirish usullariga diqqat qilishlarimiz hozirgidek bo'lmasligi mumkin. Allah bizga rahmat qilish yuzidan Ademni nazariy hayot yashash usuli bilan zamonga tushirib o'tmay, oldi bilan jannatda bir qitim sinaq qilib, uning dushmani bo'lgan shaytonninki ozdirish usullarini uningga ko'rsatib, amaliy tajribadan o'tkazib zamonga tushadi. Chunki nazariy gap bilan tajribaning o'rtasida farq borligi aniq.
Sana adette bir narsalar deyilishi mumkin. Sen bununla nezrevi noktadan qo'shilsa. Ama amel ish qilish kelgan vaqtida sen bir ish qilolmaysan. Bu reallik bu. Demek bu yerdeki mesele nima desa, Adem aleyhisselam cennette yaşagan mezgil bendichilik prinsipining amaliy tatbiqi bo'lgan deydi. Amaliy tatbiqi bo'lgan. Hattoki Adem aleyhissalatu vesselam o'zining xizmatiga nazriviy prinsip bilan, nazriviy boshlam bilan chiqmasligi uchun oldi bilan bandichilikning amaliy hayotini jannatda o'tkazgan. Balki Adem aleyhissalatu vesselam amaliy manhaj, amaliy yo'l bilan andikin zamonga chiqdi. Ya'ni bu amaliy tajribada, bu manhajda Adem aleyhisselam qilg'i duch keldi, qilmog'i duch keldi, mau halolga duch keldi, mau haram deganga duch keldi, shaytonning ozdurishlari va xato ma'siyatga tushib ketish qatorliq bu ishlarning hammaga duch keldi shu jannatda. Ondan keyin jannatda o ishlar bo'lgandan keyin odam qandoq tavba qilish, qandoq mag'firat talab qilish, Allohga qandoq qaytish qatorliqlarni o'rgandi. Bu odamning amaliy bir tajriba vaqti davri. Yani Adem balları Allah subhanahu wa ta'ala özünün işkini asinin yüzüge takip etmeydiğallıqını, tövbe işiklerini etpirdiğallıqını biliş üçün aştaq bir ameli tecrübe hayatta yaşadı Adem aleyhisselam. Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselamını cennette olturaklaştırdı. Turğuz diyen cennetke urullaştırdı. Bazı deydi Adem aleyhisselam tuğan bu cennet Müminler ahiret kiradigan mengülük cennet şu deydi. Mal göz qaraş, bir kısımlarının göz qaraşı. Yine bir kısım ulamalar deydi. Adem aleyhisselam asilik qilmagan bolsa, biz bugünkü günde cennette yaşaydık deydi. Biz deymiz ki ikkili xil fikirga yo'q deymiz biz. O fikirlar to'g'ri emas. Cennetning ahiretning cenneti o ahiret için. O ahiretning cennetide insan hani bir mezgil yaşamaydı. Andaki bir mezgil yaşap, andaki qo'llanadigan ish yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala bizga xabar qilganidek, ahiretning cenneti mangulik cennet. Bunun kirgan har qanday qadam mangulik ne'matda yashaydi. Bu ahiret cennetindeki karakteri. Ama undaqda Adem aleyhisselam bilan Hava aleyhisselam yaşagan bu cennet qaysi cennet hamda bu desa, bu tecrübe cennetti. Ya ki bu din yolunu, iman yolunun tatbiki tecrübesi ötküzülgen orun. Bu ahiretteki cennet emas deydi Abdur. Adem aleyhisselam kirgen cennet. Biz Kur'an-ı Kerim'ni okugan vaktimizde Allah subhanahu wa ta'ala'nın cennet degen sözünü zimindeki bağlağı işletkenini mi görürüz? Cennet degen söz asli cennet degen sözünün köküdün kelgen söz. Yıldızdan kelgen söz yazılış cəhətdə. Cennet degen söz asli lüğət mənada bir nərsəni yögeç degen mənada. Bunda işlətişin səbəbi bu xil mənadakı söz nə? Çünki bağ degəndə quyuq dərəxtlər olurdu. Bununda yaşayan adamın bu dərəxtlər yögep dururdu, heç kim görməydi. Cennetdə meyvələr olurdu. İnsanga hayat davamını birdi bu meyveler. Yani hayatın devamı kılış, kapalat kılıyordu. Onundan çıkıp ketişke muhtaç olmaydı. Bu noktadan cennet degen sözünün çıkarılgan, cennet degen söz kullanılgan. Kur'an-ı Kerim'e qarab bakaylı, Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki bağını cennet dep atağanlıqını görüp alayımız. İnna belevnahum kema belevna ashabel cennet. Biz ulanı bağ ilgilerini sınagandek sınadık deydi. Ma ayet zimindeki bağladın bir bakka igidarçılık kıladigan bir qarindoshlarning vaqaliki haqqidagi ayet bu. Bu qarindoshlar kambag'alning, miskinning, yetimning haqqini bermay, Allah cennetning bağlarının hammani yo'q qilib, daraxtlarini ko'ydirib o'tgan bir vaqalik tilg'aninga ayadimi? Cennet degan iborat ishlatilgan. Undan boshqa Sura Kahfidami ashabul cennetin, sahibul cennetin ikki bog' egisi deb bir qissa bor. Wadrib lahum masalan رجلين مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ulağa iki adamның misalını sözləb birim, o ikisinin birinin iki bəğavatdi deb gep başlaydı Qur'an. Müşədimi iki bağqa cennet degen sözünü işletken.
Bu yana Allah ishga bog' berib bergan bir odamning hikoyasi bu, qissasi bu. Bu odam Allohga bergan ne'matlarga qarata shukr etishning o'rnida inkor qilib, tirilish, hisob berish degan narsalarni inkor qilib, tinib bu ne'matlarga bunda bir ahvol bo'lgan ahvol bor. Buning voqealigi. Uni boshqa sura Saba'da Allah subhanahu va taolo ahli Saba haqida, ahli Sabani Allah hidoyatga boshlab, to'g'ri yo'lni bayon qilib bersa, bular kufrni o'ziga tanlagan bir kishilar va bular haqida bunu oyatni uchurtimiz. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatan an yamin va shimal. Ya'ni Saba'ninki turalg'usida ajoyib bir paketlar o'ng tarafdan so'l tarafdan ikki bog'. Ma oyatdami shularga berilgan ne'mat hisobida bog'ni jannat degan iboratlar ifodalangan. Demak, endi yuqorqi bir muncha oyatlarni ko'rib o'tdik. Biz yuqorqi oyatlardan shuni ko'rib olamizki, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda jannat degan so'zni dunyoning bog'lariga ishlatgan. Qanaqdir oxiratning jannatiga ham xos qilmagan uni. Undaqda bu yerda jannat degan hukmning oxiratga xos emas ekanligi bizga oydinlashgan bo'lsa, Adam alayhissalomga Alloh ya Adam uskun anta va zawjukal janna degan vaqtida bu yerdagi jannatmi oxiratga mangu yashaydigan jannat emas. Bu faqat bu manhajning, bu yo'lning, bu din yo'lining tadbiqiy tajribasi o'tkaziladigan, tadbiqiy tajribasini boshdan kechiradigan bir jannat. Şoňaşqa hergiz bir yerda bu Adem alayhissalom burun yaşagan jannat, biz inşallah Allah bizni muvaffaq qilsa kiradigan oxiratdagi jannat deb o'ylanib qolg'achqa bir qism odamlar mana savollarni so'raydi. Bu iblis asi bo'lib kofir bo'lgandan keyin u jannatga qanday kirgan? Deb bunday gaplarni so'raydi. Bunday gapni so'ramasin. Biz masalani aydinlashtirdik. Adem yaşagan o jannat inşallah mu'minlar qiyomat kuni kiradigan bu oxiratdagi jannat emas. Çünkü cennet mengülük cennet emas o. Biz bu noktaga intayin yaxshi diqqat qilishimiz kerak. Nimishqa? Bu yerda bir nokta var. Eğer biz Adem alayhissalom yaşagan şu cennetni oxiratda mu'minlar yaşaydigan mengülük cennet deb o'ylaganimizda Adem alayhissalomga bütün gunohlarni atib o'tgan bo'lamiz. Ya'ni Adem alayhissalomning shu bir qitimliq gunoh o'tkazishi bütün insoniyatni jannatdan chiqarib o'tdi deydigan bir ahvol keladi. Bu unda emas. Çünkü Allah Adem alayhissalomni yaratishdan ilgirla vazifasini bekitib qo'ygan. Dedi-ku, ilgirki darsda o'qidik-ku, ve iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa. Men ziminda bir vazifalik inson yaratmoqchi, xalifa yaratmoqchi deb bo'ldiğini Allah. Onda Adem alayhissalom kirgan o jannat chiqsa, kirsa chiqmaydigan, mangu yashaydigan jannat emas o. Ademning aslidilla ziminde bir vazifasi var. Şu zimindeki vazifasiga kelishdan ilgari cennette tecrübe o'tkazdi. Tecrübe hayatını baştan kechirdi. Bu cennet ma cennet emas. Eğer bu mesele aydınlaşsa, oturda chiqadigan nurg'un savollar tushmaydi bu yerda. Yani Adem alayhissalom ziminde vazifa uchun, xilofat uchun yaratilgan. Adem alayhissalomning ballarının ichidan, avlodlarining ichidan yaxshi o'g'illari oxiratdagi mengülük jannatga kirdi. Mengülük jannatga kirgan odam o ne'matning ichida mangu yashaydi. Bu mengülük jannatning prinsipi. Allah subhanahu va taolo deydi: "Va kula minha ragadan haythu shi'tuma." O jannatdan xohlagancha erkin, bayoshat yangla deydi. Yani Allah subhanahu va taolo oyatning davomini o'qiyapmizda şu Adem alayhissalom bilan Hava alayhissalom tug'an yoki shuni turg'izgan jannatda bu ikkisining hayotining davomiga kafolatlik qiladigan bütün ehtiyojotlarni ta'minlagan. To'liq. Yani shundaqla Adem bilan Ademning zimindagi kelgusidagi avlodlarining hayotining davomiga kafolatlik qiladigan bütün ne'matlarni ziminda inson hayoti boshlanishdan ilgirila yaratib o'tgan. Yani bana bir noktalar var. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın rububiyet nimeti bulup çünkü biz ilgili dersinde ötkendek Allah yaratkan zat. Yoktan peyda kılgan zat. Onda oğandan keyin Allah özünün halkıga ziminde
ularning hayotining davomini ularga beradigan, ta'minlaydigan barcha narsalarni Alloh kafolatlik qilgan barcha narsalarga. Masalan, suv, havo, yemeklik, ne'matlar, sanoqsiz ne'matlar va bularning hammani Alloh kafolatlik qilgan. Demak, xuddi Alloh subhanahu va taolo Adam bilan uning ayoli Havoni jannatda turishdan ilgirlan bularning hayot davom omillarining hammani ta'minlagandek, zimingimi odam tushirilishdan ilgari inson hayotining davomining butun vositalarini ta'minlagan. Buni qo'ygan. Demak, bu yerdagi ya Adam uskun anta va zawjukal janna. Ey Adam, sen ma ayoling bilan jannatda tug'in degan ma davr uni mangu jannatga kirgizib o'tish uchun tug'in degan gap emas ma u. Bu bir aşu ziminda tadbiqlaydigan manhaj, iman, islom yo'li ni tadbiqlashning bir tajribiy, mashq mezgili bu. Fitratul tadrib, mashq mezgili. Tamam, bu gapni o'tdik. Kelgan oyatda ya Adam uskun deb sakana degan pildan chiqarilgan bir dona pil bor. Sakan degan nima desa, inson rohat oladigan, daima qaytadigan o'rinni sakan deymiz. Ya'ni uy, turalg'u degan ma'noda. Masalan, siz bir mezgil safar qilib qilishingiz mumkin. Safaringiz jarayonida o'tgan butun davlatlar, butun shaharlar siz uyingizga qaytganga qadar sizga sakan hisoblanmaydi. Ta siz uyingiz qaytgan vaqtida anlagan deb bir xil haduq qilib rohatlanasiz. Mana buning o'zi sakan. Bir kishi jafo chekib charchaydi hayotda. Nega bo'lsa, yana bir qitim eng oxirida aram elish uchun o'zi turadigan yerga qaytadi. Ashning o'zi sakan. Ya'ni arabchadagi sakan degan iborat rohat elish, aram elish degan ma'noda. Yani aram oladigan turalg'u uy nima deymiz, sakan deymiz. Ama muqim bo'lmagan uylar sakan bo'lmaydi. Masalan, mehmonxonalar, o yataq bu yataqlar sakan bo'lmaydi. O'zimiz zaten mush yerda men yashayman deb muqim rohatlanadigan, o'zimiz buna kengayadigan kelsak, o'zimizni tashlaydigan o'rin sakan hisoblanadi. Endi mana oyatdagi uskun degani Alloh jannatni, shu vaqtda kirgan jannat Odam alayhisolamga sakan qilib bergan. Ya'ni aram oladigan bir o'rin qilib bergan, o'zining o'rnini qilib bergan. Ondan keyingi oyatning oxirisiga "Va la taqraba hazihi shajara" ma buyruq kelayli. Ma buyruq kelsak, ya'ni biz bayatın degan gapimizningki texmi izohati bo'ldi. Biz bayatın dedik, Odam alayhisalom turgan bu jannat oxiratdagi mangu yashaydigan jannat emas. Bu bir dunyodagi sinoq, imtihonlarning dastlabidagi bir tajriba mezgili dedik. Tajriba dedik. Dünyada iman, İslam yolunu tatbiqlash şu qilma bilan bo'ladi ya. Jannatda mı Adem Aleyhisselam'ın o'ltiraqlashdi, şeyde to'g'izdi, tajriba boshlandiki, "Va la taqraba" deb tajriba boshlandi. Ma daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Bu mevaga yaqinlashmanglar dedi. Yani bu aşı manhajninki bir mukammallashishi. Chunki bu yerda bu bir mashq mezgili bo'lg'achqa, tajriba mezgili bo'lg'achqa, buyruq va cheklimi va, qil va qilma va. Uskun anta ve zawjukel cennet, bu qil. Sen ayoling bilan bu jannatda tur, bu qil. Ve kula minha ragadan, xoligancha yangla, bu bir buyruq. Ve la taqraba hazihi shajarata, bu cheklima. Yani bu yerda buyruq ve cheklima amaliy tajribasi boshlandi. Mana insonga Alloh subhanahu va taologa itoat qilish, to'sqan narsadan cheklanishni o'rgatadigan tunji manhaj. Cennetdeki tuğun, medutu, ya bunun yıkılaşma. Bu tuncu menhec. Asmandan düşken bütün peygamberliklerinin ki hemmesi, Allah'ın menheclerinin hemmesi zeminde şu kıl kılma. Onu kıl, bunu kılma. Bu şekilde buludu. Bana bu şunu yukarı dikidek Allah subhanahu wa ta'ala Adem'nin hayatını kapalatlık kıldı. Hayatlam emez bayaşat hayatıga, bayaşat turmuşuga kapalatlık kıldı. Yani bayaşat degenimiz mubah. Nemani qilsa bo'ladi? Xoliga yerga bosib bo'ladi, xoligan nesi bo'ladi? Jafo tatmasdan. Kengrisi bo'ladi, mashaqqat tatmasdan bu shaklda. Endi shundaqlar biz bu yerda bir mulohaza qiladigan, o'ylanadigan nuqtadan birisi bu yerda mubah ko'p, cheklangan narsa oz. Jannatdagi butun narsa, mayli yemak-ichmak, hammasi Odam alayhisolamga mubah.
Hech qandaq narsaga cheklim yo'q, illaki bir narsaga ham cheklim bor. U olsa-mu, shu jannatda bor bo'lgan minglarcha daraxt ichidagi bir daraxt. Bir tal meva Allah. Bir tallam daraxt cheklangan. Buning yiqilishi qolmaydi. Endi sen zaminga tushirilgan osmon prinsipi, ya'ni islom yo'llariga qaraydigan bo'lsang, Alloh subhanahu va taoloninki shu prinsipda son sanoqsiz ne'matlarni halol qilib berganligini bayqaysiz. Faqat ozgina narsalarni qaytliqni, ani qilma, mani qilma, shu. Alloh subhanahu va taolo to'sqan narsa zamindagi ne'matlarga nisbatan ajoyib oz hamdi. Allohning qo'yib etgan qilsang bo'ladi degan narsaga nisbatan qilma degani intayin az. Xuddi jannatda Odam alayhisolatu vasallam bir daraxtlardan cheklangan. Unda boshqa narsaning hammasi mubahning ko'p bo'lganidek. Jannatda cheklangan narsaning bir daraxt mubahning ko'p bo'lganidek masala. Aynı şekildeki selishtirma. Endi biz bu yerdagi so'zlarningki lafzlarini bunda nazarga olsak, Alloh subhanahu va taoloninki bunaq deganligini bayqaymiz bu yerda. Balkim aranglardan bu savolni so'rab qoldiganlar chiqib qolishi mumkin. Va qulna ya Adam. Aynen tarjima qilsak, biz dedik degan bir iborat bor. Biz. Ya'ni bu yerda biz deb ko'plik shaklda keltirilgan. Hammalarning kalası qiladi Allah, yekki Allah. Yani bunu Arap til ulamalari nima deydi desanglar, büyüklükni ifodalaydigan, kattalikni ifodalaydigan ifade. Men deydigan o'rinda biz deyish büyüklükni ifodalaydi deydi. Yani Allah subhanahu va taolo mush büyüklükni ifodalaydigan, kattalikni ifodalaydigan biz degan so'z kelgan har qanday bir hodisa, ish harakatni ko'rsatadigan o'rinda mushtakildir. Chunki ish harakatdan har qanday bir hodisa nurg'un sifatlarga ehtiyoj yo'q. Shu ish to'liq tamomlanish uchun. Kuch quvvatga ehtiyojliq. Sen bir ishni qilmoqchi bo'lsang, sendan bu kuch talab qiladi, bilim talab qiladi, qudrat talab qiladi, hikmat talab qiladi. Demak, bu yerda ashi ish harakat, bir ish harakat taqozo qiladigan nurg'un asmo sifatlar mavjud. Shuningga buyuklikni ifodalash, qudratni ifodalash, kattalikni ifodalash bu bir normal taqozo. Ammo Alloh subhanahu va taolo tevhid, şahadet hakkında sözlüğe vaxtıda ne deydi? İnneni enallah deydi. Men Allah deydi. İnnena nahnullah demek. Biz Allah demeydi. Çünkü bu yerde Allah ne demekçi? Tevhidni ispat demekçi bizge. Tevhid makamında birlik şekilde söz keltirildi. Ama hadiselerini bayan kılış, hadiselerini bir işlerini kılış makamından büyüklükni ifodalaydigan, köplükni ifodalaydigan almash so'zlarni keltirdi. Yani biz deydi. Masalan, Qur'oni Karimga qarasak, intayin ko'pki bu was-samaa banayna bi'ayn, was-samaa banaynaha bi'ayn wa inna la musi'un. Osmonni biz yaratdik, o'z qo'limiz bilan davatidi Allah. Biz davatidi. Yani Allah subhanahu va taolo İbrahim alayhisalomni maqtamoqchi bo'lgan vaqtida Qur'onda inna İbrahim kana umma dedi. İbrahimga bir millat dedi. İbrahim alayhisalom qanday millat bo'lsin? Bir adam ya o. Dedikim ummet degan ma'nosi nima? Inna İbrahim kana ummetendeki ummet ma'nosi nima? İbrahim degan bir ummet o, bir millet o dedi. Dediki ummet milletning ma'nosi nima desa, ya'ni bir shaxsni bir yerga kelmaydigan yaxshi sifatlarini o'ziga olgan degan gap. Odatda bir millat ichida har xil iqtidorli odamlar bo'ladi. Har xil sifatli odamlar bo'ladi. Ammo u iqtidor, u sifatlar yakka odamda topilmaydi. Bu yerda İbrahim alayhisalomni bir ummet deb sifatlashi, bir millet deb sifatlashi aslında yakki adamda tepilmaydigan turlik iqtidor va sifatlar İbrahim alayhisalomda bor demekçi. Yani bu sifatlar yakkida tepilmaydigan bir sifatlar ummatda tepiladi, millatda tepiladi. Millatda nurg'un yaxshilik sifatlari o'rtaqlik tepiladi. Bu masalan ma adam rastçılık bilan alohida bir sifati bor bir odamning. O odam botirlik bilan sifatlanadi. O odam aqlli bilan sifatlanadi. Ammo bir odamda hamma narsa tepilishi notayin. Endi Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhisalomning ashta iqtidorlar, bütün yaxshiliklarning hammani yaxshiliklarni o'ziga mujassamlagan inson ekanligini isbotlamoqchi bo'lgan vaqtida dedi, inna İbrahim kana umma dedi. Ya'ni bir millatda tepiladigan iqtidor, bir millatda tepiladigan yaxshilik sifatlarning hammasi İbrahim alayhisalomda bor demoqchi shu o'rinda. Yani bu Kur'an-ı Kerim'ninki büyüklük, çoğunlukni ifadelashdagi uslubi. Allah subhanahu va taoloninki ve qulna ya Adam degan oyatda ketyapmiz go. Qulna degan nana masalasi tugidi. Ya'ni biz dedik degandagi bizni nima uchun bunday ishlatganligi gap tugidi. Endi Adam degan iboraga kelsak, Adam Allah insondan tunji yaratgan shu tunji kishining ismi. Uskun
bayatimiz dedik. Uskun degan söz, oltiraqlash, tu degan söz bo'ladi. Ma'nosi toralg'u degan odam rahat oladigan yer degan ma'noda. Mushadiki shu uskun degan bir iborat ishlatilgan Allah so'z ishlatilgan. Bu so'zning lug'atini surishtirib qolsak, ikki xil uqumni o'z ichiga oladi bu so'z. Birisi tinchlik, birisi xotirjamlik. Ya'ni ey odam, sen jannatda tug'in degan gap, sana jannatda tinchlik bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi. Ya'ni sana tinchlik, xotirjamlik hozirlandi degan ma'noni o'z ichiga oladi. Amdal shu uskun bu arab tilidagi buyruq fe'l, buning kökü sakanadan chiqadi. Normalda öy, maskan deb qo'yamiz. Shundan ilingan. Ayol kishini ham sakana iboratlarini ifodalaydi. Masalan bir o'rin biz turayotgan öy agar mushu yuqori degan ikki xil alohidalikni, birisi tinchlik bilan xotirjamlikni yo'qotsa, buni biz maskan degil olmaydi. Ayol kishining sakan deb atilishi, masalan Qur'oni Karimda sur Rumning 21-oyatida "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Allah'ның sizlarga bergan cho'ng ne'mat, in'omlarining qatoridan birisi o'zinglarga o'xshaydigan, o'zinglarning ichidan juptinglarni yaratib berdi sizlarga. Nimishqa litaskunu ilayha. Sizlar rahat tepishinglar, aram tepishinglar, tinchliklar uchun da'vat etdi. Ayol kishidami aramlik, tinchlik da'vat etdi. Bu o'rtaqlik bor. Öynimi sakana degan so'zdan chiqib yasalgan, öy degan so'z ayol kishiga ham sakana iborat. Chunki bu yerda o'rtaq bir nuqta bor. Ya'ni tinchlik, bir aram xudolik, aram xushluq degan ma'noda. Chunki tinchlik, rahmat, barakat yaxshi ayolda bu tepiladi bu. Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda "Va solli alayhim inna salataka sakanun lahum." Sening namozing ularga nisbatan bir rahat, tinchlik, rahmat degan ma'noda kelganlik emasmi? Demak, sakana mushu oyatda uskun deb ishlatgan, uskunning degan fe'l chiqqan so'z asl lug'at ma'noda tinchlik, rahat, aram, rahmat deganlik ma'nolarni o'z ichiga oladi. Ya'ni inson o'z uyida shu hayotning aram xudo bo'lishini orzu qiladi, xohlaydi. Ya'ni xizmatning jafosi, hayotning g'avg'olaridan bir xil rohatlantiruvchi bo'lishini orzu qiladi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisolamga shu xil shaklda xitob qilyapti-ki, uskun degan shaklda. Ya'ni sen aram ol bu yerda. Rohatlan bu yerda demakchi. Deyishi mumkinki, uskun va zavjuk deyishi mumkinki. Arab tili ifodalari bu hamda buyruq tildagi ikkinchi shaxs olmishi yushurun kelibdi. Lekin ma oyatda Odam alayhisolamni alayda qilib uskun deb bo'lib, uskun degan tu degan gap. Anta va zavjuk deb antida Odam alayhisolamga ayrim xitob qilib sen deb bunday aytilishning sababi, arab til qoidasi bo'yicha ismni pilga atbi qilmaslik degan qoidalar va bu arab til bildiganlarga nisbatan qaratilgan gap. Ana biz bu yerda zavj degan so'zga qaraylik. Uskun anta va zavjuk degan tarjima qilgan vaqtda sen va ayoling deb tarjima qilaverdim. Zavj odatda bir shaxs, yakka bir shaxs bilan ashunga o'xshash yana bir shaxs bo'lgan vaqtda zavjni Uyg'ur tilidagi jub degan ma'noda bo'ladi. Bu yerda jub degan uqumda kelganlik ayollikni ifodalaydigan ifoda yo'q, zavjah deydigan ifoda yo'q. U uskun anta va zavjatuk demaklik. Yani çünkü Allah bu yerdeki teklifi buyruq Allah'tan kelganlik. Teklifi buyruqda ayol nima o'xshash. Qur'oni Karimda ayolninki Allohning nazarida o'xshash ekanligi aytilganib, "Man va man amila solihan min zakarin aw unsa va huwa mu'min" degan oyatda dunyoda yaxshi amal qilib hayotini din uchun o'tkazganlar bo'lsa, Allohning nazarida va ayol irish mukofot jihatda hech farqi yo'q. Yani bu noktada ayol o'xshash. Jannatda Allah subhanahu va taolo ayolga o'xshash bir muomala qiladi degandek bir ifoda chiqdi. Tamam. Endi jannatda, ya'ni gapiga kelaylik, Odam alayhisalom bilan Odam alayhisalomning ayoli bo'lgan Havoni jannatda o'rtog'izda Allah o'rinlashtirdi. Jannatda Allah subhanahu va taolo Odam bilan ayoliga nimalarni hozirlab bergan? Nimalarni hozirlagan desa, yana bir Sur Tahoninki 119-oyatida Odam alayhisalom bilan ayoliga hozirlagan ne'matlarni tilg'ilib, "Innallaka alla tajua fiha va la ta'ra." Jannatda sen och qolmaysan, yalang'och och qolmaysan. Tamam? Yemak-ichmak, kiyim-kechak haloldir. "Va annaka la tazma'u fiha va la tadha." Sen usab qolmaysan degandek bir demak inson ehtiyojli narsalarning hammasi jannatda bor. Jannatda bor. To'liq hozirlangan bu. Mana bu yuqorida tilg'anlari Alloh subhanahu va taolo Odam bilan ayoliga taklifat, amaliy tajriba, imoniy tajriba jannatida hozirlagan hayot asoslari.
hayat nimetleri bu. Bu vaqtlik cennet. Adam tecrübe etkizdiğin cennettim Allah onun keraklik barlık narsani hazırlab bergan. Mana yuqoridagidek biz Allah subhanahu va taolo bu cennetga bergan bu sifatlardan yuqorida cennetni har xil tasvirladik, cennetning ifodalarini ko'rdik. Mushadin buning oxirat jannati emas ekanligini ko'rib olamiz. Chunki u tunji qilib taklifat va uni qilmadimi bu oxirat jannati emas. Wala taqraba hadhihi shajarata. Bu daraxt yaqinlashmadimi? Taklifat degani buyruq va vazifa va oxirat jannatida vazifa yo'q. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga u jannatdan xohlagancha yeyishga mubah qildi. Odam alayhisalomga jannatda eng nurg'un turlar bor. Shunga haythu shi'tuma dedi normalda. Endi siz bir odamga bir turlik yoki ikki turlik narsani akab qo'yib xohlagancha yang deyamaysiz. Chunki oldida shu tanlashgan bir doira bor, yoki bir yosh ikkisi bor. Oyatda xohlagancha deganga qaragan vaqt jannatda turlik narsalar bor yana. Turlarning ozligi odatda odamni ziriktirib qo'ydi. Shunga cho'qim bir yerda nurg'un turlar bo'lishi. Jannatda ashta narsalar bormidi? Oyatda Odam alayhisalomga xohlagancha deganga qaragan vaqtda turlik tanlug'idek bir narsalar bor. Andikin buyurun, cheklimi keldiki, "Wala taqraba hazihi shajara." Bu daraxt yaqinlashma dedi. Ya'ni bu daraxtning o'rniga yaqinlashma dedi bu yerda. Lekin ammo mishada nimish Alloh subhanahu va taolo ma daraxtni yemadimi dedi. Yaqinlashmadi desa, chunki Alloh subhanahu va taolaning rahmati odam bilan ayoliga gunoh, ma'siyatning ozdirishlariga tushib ketishni xohlamaydi Alloh. Bu nuqtadan yaqinlashmaslikni tashabbus qilgan, buyurgan. Agar Alloh subhanahu va taolo bu daraxtni yemanglar degan bo'lsa, Odam alayhisalom bilan Havvo alayhisalomning qishqi berib, yaqinlashib qilishi mubahdi. Agar qishqi berib yaqinlashib qolsa, daraxt o'zining manzarasining go'zalligi bilan bu ikkisini jazba qilib qilishi mumkin. Mevalarga yaqinlashib qilishi mumkin. Uning qattiq xushpuruq bilan ezib qilishi mumkin. Jazbador ranglar bilan ezib ketib qilishi mumkin. Bu vaqtida ezib ketish yuz berib qoladi shu vaqtida. Bu qiziqtirish yuz beradi. Bu qiziqtirishning ostida bu ikkalan qo'lini daraxtga yeyish uchun sunib qilish ehtimoli. Shu Alloh rahmat qilib neri turinglar dedi. Yaqinlashmanglar dedi daraxtga. Ammo Alloh subhanahu va taolo inson nafsininki bir narsa harom qilinib yaqinlashmasa qilmasligiga eng munosib bo'lganligini Alloh bilgan bo'lg'achqa, shunga harom qilingan vaqtimi haroq sizlarga harom qilindi demedi Alloh. Harom qilindi demedi. Agar ana degan bo'lsa, harom qilingan bo'lgandan keyin haroq so'rinlarida o'tirib bizma, haroq ichib qadam bilan birga o'tirib yoki savdo qilib, bularning hammasini bizni haroq ichishga bir xil qiziqtirish qilish mumkin. Nima dedi Alloh? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsun min amali shayton fajtanibuhu dedi. Yiroq turinglar dedi haroqdan. O'xshash ifoda. Bu Allohning bizga qilgan rahmati. Haroq voyaga bormaslik kerak. Haroqqa do'konga kirmaslik kerak. Haroqqa oshxona tomoq yemaslik kerak. Bularning hammasi shu buyruqning tahtiga kiradi. Ana mushu oyat karima bizni haroq va o'rinlardan yiroq turadigan qilgani bu oyat karima. Ya'ni biz haroq ichganlar bilan birga o'tmaymiz. Haroq sodisi qilmaymiz, ma'siyatga tushib qolmaslik uchun. Bir o'rinda haroq voligini ko'rsang, darhol yiroqlash. Nimishqa haroqning manzarasi, ichkuchi seni ozdirib, shuningdek ishni qilishga qiziqtirmaslik uchun. Alloh subhanahu va taolo ko'pincha haromlarda "Wala taqraba" degan iborat ishlatgan. Ya'ni neri turinglar, uning atrofiga bormanglar. Chunki bir narsa bizni yo'q bo'lgan vaqtida, bizni yiroq bo'lgan vaqtida bizning kallamizga kechmaydi, biz u gunohga tushib qolmaymiz. Shunga payg'ambar alayhisalom deydi: "Innal halala bayyin wal harama bayyin va baynahuma umurun mushtabihat." Halal mı aniq, haram mı aniq o'tirda shubhilik ishlar bor. Bularni ko'pincha kishilar bilmaydi. Shubhidan ner tug'an odam o'z dini, izzat, obro'yini saqlagan bo'ladi. Shubhiga tushib qolgan odam harom uchib qolishi aniq. Xuddi chegara atrofida mol boqqan podshohga o'xshaydi, tushib qolishi nahayat yaqin. Asallam tushib qoladi. Har qanday podshohning bir chegarasi bo'ladi. Allohning chegaralari uning harom qilgani, haromlari haromga yaqinlashmoqlar demak. Demak, ba'zanlar haroq ichishga yuzlanib ketganlik deydi-ki, haroqni ochiq harom qilgan oyat kelmaganlik.
Hurrimat degan so'z kamaglik deydi. Hurrimat harom qilindi degan ibora bilan kamaglik deydi. Biz deymizki, ijtanibu degan so'z, yiroq turinglar degan so'z harom qilindi degan so'zning qattiq ma'no jihatda. Haroq masalasi Allah fajtanibur rizsa minal awsan vajtanibu qawla zur. Buning ma'nosi nima desa, butqa qarab misama degan bo'ladi. Haroqdan nerutu uning uchib qolmaslik degan bo'ladi. Bunda qilish emas, nerutu degan bo'ladi bu. Hamda o'zimizdan kelib kelaylik, Odam alayhisalom shunday qilib jannatda urullashdi. Shaytonning ozdurishdan halaqa daraxtdan yeb soldi. Yani daraxt yaqinlashmanglar dedi emas. Mana shu yerga keldik daqa. Shu daraxtning masalasiga kelsak, bu daraxtning turi haqida nurg'un kishilar har xil ko'z qarashlarni degan bo'ldi. Bu olma daraxtimi, anjur daraxtimi, uzum daraxtimi? Biz deymizki, bu maqsad emas bu yerda. Qanday daraxt bo'lsa bu muhim emas. Maqsad Allah cheklidi Odam alayhisalomni. Odam alayhisalom shaytonning ozdurishdan yaqinlashdi. Bu masala. Allohning manhaji shay'larni halol qiladi, shay'larni harom qiladi. Shay'ning nima bo'lishi muhim emas. Muhim masala harom qilish, halol qilish. Bizning haromdan neri turishimiz, halolni qilishimiz. Bu muhim. Andigan oyatning oxirida fatakuna minaz zolimin. Agar sizlar bu daraxtga yiqilishib qolsanglar, o'z-o'zingizlarga qilgan bo'lasizlar. Zolimlarni o'tib qolasizlar degan. Zulm degan nima desa, boshqalarning haqqiga tajovuz qilish, zulm qilish degan ma'noda. Zolim o'zi haqsiz, haqli qo'yganning ustida haqsiz shaklda elib olish zolim bo'ladi. Har qanday narsani o'zining haqli qo'ygan doiradan halqib bir narsani elib olish zulm bo'ladi. Zulm ikki odamni taqozo qilib, birisi zolim, birisi mazlum bo'ladi. Birisi zulm qilguvchi, birisi zulm qilguvchi bo'ladi. Har qanday zulm bo'lgan yerda ve zulümning bir tiyimi bo'ladi. Nimani zulm qildi? Zolim mazlumga qanday zulm qildi degan bir narsa bo'ladi. Mayli o haq, har qanday haq, mayli moddiy haq olsun, ma'naviy haq olsun, inson buningga haqsiz tajovuz qilsa, bu odam zulm qilgan bo'ladi. Hatto inson o'zi zulm qiladi ba'zi vaqtda. Vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum deganda o'ziga zulm qilsa degan bir iborat bor. Endi mishat inson o'ziga qanday zulm qiladi? Haqi zulm qilishi mumkin boshqalarga, lekin o'ziga qanday zulm qiladi? U o'ziga zulm qilmaydi inson, chunki inson o'ziga orzu qilgan narsaning hammani biridi. O'zini hargiz xaf qolmaydi desak, mush orzu qilgan narsaning hammani berganlikning o'zi aynan zulmmush shu. Chunki u dunyodagi nah havasni bergan bo'ldi. Bu nah havas bir necha soat davom qilishi mumkin. Ammo o'zini oxiratdagi mangulik ne'matdan mahrum qo'ydi. Ya'ni xuddi inson o'ziga oxiratdagi dardlik azobni davom qilmaydigan vaqtlik manfaatning qarshiligida bergandek bir xil zulm qilgan bo'ladi yani. Masalan, o'zining dinini dunyoning badaliga sotadigan odamlar bor. Mushunga o'xshashlar masala. Ammo kishilarning ichidagi eng zolim odam o'zining dinini g'ayrining dunyosida sotayotgan odam. Boshqalarning havasi uchun o'zining dinini sotgan odam. Yolg'on guvohlik qiladi, ma'lum bir raisni rozi qilish uchun, o'zining ma'lum bir mas'uliyat qilish uchun yoki bir jinoyatni qiladi. Bu boshqalar uchun o'zining dinini sotish eng zolim odam. Ya'ni fatakuna minaz zolimin degani Alloh qasidi qilish orqali o'zingizlarga zulm qilgan, o'zingizlar qilgan odamlardan bo'lib qolmanglar deydi Alloh. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh darsning davomini kelasi dars davomlashtiramiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.